O'z qatimga? Oyna bilan qiling. O'z qatimga. Ishonamga? Foyda olib ketdi. Ishonamga? Ha? Ishonamga? Voy, ko'p bo'lib ketdi. O'shani tarqatish kerak edi. Oynaga qarab qo'ying Qarang, menga. hozir qanaqa surganman mana, yana botirib suraman, sekin. Mana oynaga qarab. Ko'rinmaydi-da. Yo'q, normal ish emas. Normalmi? Endi ko'ryapti. Ha, ko'raman. Voy tavba. Shuni o'zi ham bitta обучение. Malaka, уже malaka qildi. Da, o'sha malaka bo'ldi. Birinchidan o'sha Men o'zim bilaman deb o'tiribman barqa. ozgina olganingizni уже tarqatishingiz kerak mana. Buyoqlarga уже tarqatib tashlash kerak, chunki yig'iladi. Endi yig'ilgandan keyin уже hamma mashinkalarni bilinib Hozir menga qo'limga olib berdingiz-ku. tarqatib olaman. Men aytdim, nega tonalnim tez tugab qoladi. Tarqatib peshonaga unaqa ko'p surish kerak emas. Peshonada yig'ilib qoladi, ajinlarni bilintirib qo'yadi. Ko'rdingiz? Qanaqa yotdi? Muramirday bo'lib turibdi. Gladki bo'ldi. Ayting. Qani? Hali yo'q deb shuncha jim turibman. Hali to'g'ri yo'q, to'g'ri движение yo'q. Или tonalni yo'q. Tonalni yo'q. Mana endi tushyapti. Просто unaqa jak kuch bilan surish kerak emas. Kuch bilan suryapman. Kuch bilan surasiz. Kechagi o'quvchim kuch bilan suradi. Urib suryapti. Yo'q, urib emas. Nежный. Qattiq emas. Mamta boshlayman. Motor bo'lsa ayting. Yana u ana qon surib tez bo'lib ketish kerak menga hamma narsa. Shoshasiz. Shoshib. Pastga tushira olmasangiz, tepaga ham qilsangiz bo'ladi. Mana bunaqa rozkalaka bo'ladi. Qalaka bo'lganda ham правильно surish kerak. Men mana bunaqa qilib tez qilib suraman, lekin bunaqa botirib qilmayman. Botirar ekanman. Siz botirasiz. Yengil. Surilmaydi deb o'yladim. Yuzam asralib qolarganda. Yo'q, suriladi. Qizlar hozir bitta движением o'zidan o'tirman. Botirib surayotganman-da, o'zini qilmas ekan-a? Sebab bunaqa nежный surilish kerak ekan-a? O'shanda ham babi suriladi, u Surilmaydi deb o'yladim. Слишком. Yana uni ketyapti bor. Mana shuni uyda repetitsiya qilaman. O'sha botirmasdan. Bo'ldi, to'g'rimi? Da. Bo'lmay qolgan joylarini endi sponj qo'yamiz. Chunki haddan ziyod ko'p sponj qo'ysangiz ham u ham yeb qo'yadi makiyajingizni. Yana tonalka surib, yana to'g'rilashingizga to'g'ri keladi. Iloji bo'lsa o'sha surdingizmi? Da, surdingizmi? Sразу qilish kerak sponj. Chunki tonalka qotgandan keyin yana iz tushib qoladi. Sponj o'zini izi tushib qoladi. Qancha xatolarim bor ekan makiyaj. Ko'rdingiz? Men yo'qki qilmayman. Mana bunaqa botirib shunaqa qilarkan. urib qilishadi. Mana shu 3 ta odamni ko'rdim-da, shunaqa urib. Yo'qki. Shart emas urish. Shuni o'zi qancha Men odamlarni boshladim. nima deydi? Nima deyiladi shu? Voy, asal bo'ldi yuzim. Ozgina tonalni ishlatdik-da. Shunda ham yuzim как будто tonni ishlatilganga o'xshaydi. No, maska ham emas-da. Menga qo'shib surish kerak. Chunki lёгкий surdik. Unaqa men hayolimda ko'p sursam zo'r turadi deb o'ylarkan. Ko'p sursa уже maska bo'ladi. U tем более yozda vijir bo'lib ketadi yuzingiz yig'ilib. Ko'p surgan уже artga kelib qoladi, bilasizmi? Artni boshqatdan makiyaj qilgisi kelib ketaveradi. Shuni o'zida qancha men o'rganishim kerak qo'lim. Men yo'lga surish kerak emas. Sizga yo'lga ketdi. Men o'sha yerda surardim, ko'zim tegdi. Yo'lga surish kerak emas. Prям roza bo'lib turibdi-da. Surish kerak. Agar rangi kojangizga to'g'ri kelsa, tepaga ko'zga chiqarsangiz bilinmaydi. Слишком. Sham qotgan bo'ling. Nima buni? Hozir o'rgatdingiz-ku? Ichiga. Hozir Kechqurun hamma narsani qattiq surasiz. Unaqa qilmang. ichiga. Ichiga tarqating. Kechgan qanaqa deyotdingiz? Qanaqa ishlashim kerak? Qarang. Buncha umuman yoqib qilmang, faqat mana ichkariga. Mana. Chunki anaqasi ketib, kontur ketib qolyapti-da. Bunda ichkariga qilsangiz, mana chetida kontur qolyapti, ko'rdingiz? Bu yoqqa tarqalyapti mana, например. Mana lekin bu yoqqa qilamiz. Kontur o'zi bo'lmaydi, o'p turmaydi-da. Ichiga keyin ochroq, rozovoyroq sursa, chiroyli turadi. Kontur qoldi-a? Qoldi. Keyin ba'zini surib olamiz. Chunki bundan qilganingiz